shaharda Shayxontohur tumanida 202 bilan o'sha vazirlikni arizasiga asosan bizni javobgar qilishga, o'sha surishtiruvga, boshqaga balobatlarga chaqirdi. Biz borgandik, qatnashgandik. Keyin sudga chaqirishni ma'lum qilgandi. 21-may kuniga sud belgilanib, 20-may kuni sud deloni qaytarganini va boshqa kunda o'zimiz chaqiramiz deb bizga xabar berishdi. Undan keyin bizga hech kim telefon qilib chaqirgani ham yo'q. Biz siz, mani advokatim siz Shayxontohur tuman sudida bizni 202 bilan sudlab, javobgarlik masalasini qo'yib, 18.750.000 so'm shtraf qo'ygan. Undan tashqari yana qanaqadir cheklovlar. Men hali sud qarori bilan o'zim to'liq tanishmadim. Hozir kirsak, men bu yerda Sirdaryoga bo'yicha bir mahalla raisini noloyiqligi haqida biz materiallar qo'yganmiz. Shiringul opami kim? O'sha bo'yicha biz hozir bu yerda kelsak, sud qarorini bu yerda ko'rib, siz 202 bilan javobgarlikka tortilgan ekansiz deydi. Men hozir hayron qolmanki, men siz Ma'muriy kodeksni ochib qarasangiz 294-modda bor. Fuqaro o'zini aybiga iqror bo'lmagan holda sudda ishtirok etishi shart. U xohlasa kelsin, kelmasa majburiy tartibda keltirilishi kerak. Mana lekin hech kim chaqirgani yo'q. Mansiz meni sud qilib 18.750.000 jarima, yana bir qator cheklovlar. U bilan hali advokatim edi, cheklovlar bor ekan. Qanaqa cheklovligini hali bilmayman. U bilan tanishib chiqib hali yana to'liq aytamiz. Men aytaman o'sha sudyaga. Qanaqa qilib mansiz meni ishimni ko'rdi? Masalan, nima haqqi bor uni? Chaqirib mandagi vajdan nima uchun o'rganmadi? Nima uchun u sudyaga kimdir zakaz qildimi? Siz demak unda kelishdan bosh tortgansiz. Yo'q, menga hech kim. Ularda dalolatnoma bo'ladi, diyorani ko'rish kerak. Bizga ham xuddi shunaqa qilgan, Pasdarg'om Samarqandda bizni bosh tortdi deb dalolatnoma tuzishgan. Keyin biz Oliy sudgacha borib uni yo'q qilgandik. Hozir siznikida endi hozir diyorani ko'rmaganmiz, bilmaymiz. Bu ish hozir sizni qarang, 50 barobar jarima bo'lyapti demak. 50 barobar. Nimaga dedingiz? Boshqatdan ayting, nima qilgan aybingiz uchun? O'sha transport vazirligini asl holatini yoritib berganimiz uchun. Ya'ni o'sha bizni qo'llarimizda bir qator 500 baroqlab isbot dalillar, sud qarorlari bor. Birontasini inobatga yo'q. Surishtiruvda o'zi inobatga olmadi. Ya, u yerda yana bitta narsa borda, ekspertiza xulosasi borda, Strojin aka. Ekspertiza xulosasida tuhmat yo'q, haqorat yo'q deyilgan. Faqat obro'sizlantirish emish. 202 moddada nima bor? Yolg'on axborot tarqatib obro'sizlantirish. Yolg'on bo'lmasa, tuhmat bo'lmasa, qanaqa qilib yolg'on axborot tarqatish mumkin? Yolg'on ekanligini oldin ular isbotlab bersin. Nima yolg'on ekanligini? Bir narsa, o'sha aynan isbotlay olmagani uchun bizni sudga chaqirmagan, mana shaqangi ko'r-ko'rona qilib ko'rib bir taraflama. Meni ishtirokim vaholanki qonunda ta'minlanish kerak bo'lgan. Ta'minlashdan ham qo'rqqan. Nima uchun? Borib turib men barcha narsani isbotlab qo'yardim. Hamma narsani advokatimiz bilan sudda yuzimizni yoriq qilib qo'yardik. Mana o'shaning uchun zakaznoy bo'lyapti deb o'ylayman. Ertaning mana shunaqa qilib hozir yana bir ketma-ketlikda qamasa ham shubhalanmayman. Agar ochiqlik siyosatini yopilgan degan bo'lsanglar, aytib qo'ya qolinglar shartda. Nima keragi bor bunaqa maynavozchilikni, bunaqa bir odam asabiga tegib, bunaqangi bir holatlarni. Enasini uch qorg'ondan ko'rib deydilar. O'sha mahallaning mana o'zini saylovchilar norozi bo'lib turibdi. Boshqa ish bo'yicha hozir. Bu yana boshqa ish. Hozir yana 202 bilan javobgarlik masalasini qo'yib sudga chiqaraman deydi. Siz jinoyatga o'tkazishsiz mumkin. Bardak menga hozir qo'l qo'ymaysizmi, tanishdim deb deydi. Uni xati bilan tanishadi. Men buna qilib na raqami bor, na u hech nima bardak bo'lyapti, bir-birining ustiga chiqyapti qog'ozlar. To'g'rilar, nomerlar raqamlashtir, keyin kelamiz, nusxa olamiz, keyin qo'l qo'yamiz dedik hozir bu yerda ham. Hamma narsa patr-putur. Oddiy o'zini saylagan mahalla raisini mana ishda, saylagan mahalla raisini faoliyatiga noroziman degani uchun hozir ularga ham 40-modda bilan javobgarlik masalasi qo'yilayotgan ekan. Mana o'zingiz qanaqa ahvol bu? Advokatingiz nima deyapti? Advokatim hozir bu bo'yicha apellyatsiya beramiz. Apellyatsiya muddati ham o'tib ketibdi. Hozir kassatsiyaga beramiz deyishyapti. Endi kassatsiyaga bersa ko'ramiz, qani u kassatsiyada qanaqa ahvol bo'ladi. Birinchi devani ko'rish kerak edi, devani ko'rish. Hali aytolmanku, sud qarori bilan tanishishga ulgurmadik. Nimaga? Chunki bizni sudga chaqirmagan hech kim. Ya, nimadir vaj ko'rsatadi. O'sha ham qonuniy bo'lib ketaveradi hali. Aka, har qanaqa vaj taqdim qilgan taqdirda ham Ma'muriy kodeks bo'yicha qonunda 294-moddasida men qatnashishim shart bo'lgan. Men siz ko'rish mumkin edi, qachonki men aybimga iqror bo'lsam. Men yerda hech qanaqa narsaga iqror bo'lmaganman va o'zimni vajlarimni sizga bu bo'yicha siz bosh tortmadingizmi u yerga borishdan? Yo'q. Hatto xabaringiz yo'q. Aytolmanku, 21-may kuni sud kuni belgilandi. Biz ijtimoiy tarmoqlarda uni e'lon qildik. E'lon qilganimizdan keyin
may kuni telefon qilib surishtiruvchi aka dedi boshqa kunga qoldirdi sud delan qaytardi. Nima sababdan qaytarganini ham tushuntirmadi. Undan keyin mana shu bugungacha hech kim chaqirgani yo'q, na meni na advokatim. Endi shu yerda bitta savolda eslasangiz Effekt Uz o'sha ommaviy axborot vositasining rahbari Akmalxon Eshonxonovni boshqa sudida sudni jarayonida xabar topdiki, uni ishtirokisiz Namangan viloyatida sud jarayoni o'tib, lekin unga uy qamog'i berilganligi, bundan uni xabari ham yo'qligi sudda, boshqa sudda u o'sha tanishganligi eshitgan holati. Mana hozir sizda ko'rib turibmiz. Demak, bundan kelib chiqib fikr qilish mumkinki, mana ertaga hali biz sukut saqlashini alomati mana bundan kelib chiqyapti. Sizlarga o'sha 202-modda bilan sudga chaqirtirilib, keyin sud noma'lum davrga, noma'lum sabablarga ko'ra qoldirilib, sukut saqlashgan edi. Mana hozir endi menga nisbatan ham 195.2 ni ochib, sukut saqlanib turilishini, demak, mana sud ertaga o'tib ketishi mumkin. Balki o'tib ham ketadi. Bunaqangi sudyalar bilan biz hech qachon huquqiy davlat tuza olmaymiz. Bunaqangi sudyalardan ketish kerak. Bilmadim qanaqa sudya u, ikki tomonlama ko'rmasdan bir tomonlama ko'radi, bilmadim nimalarni vaj qilib qo'ygan. Ertaga biz delo bilan tanishamiz, nimani vaj qilganini ham, boshqasini ham hamma balobatlarga kerak bo'lsa, chiqib hammasini e'tirof etamiz. Sog' bo'linglar. Mana shu mahalla raisidan norozi bo'lgan fuqarolar. Hech qaysiga ishonmaymiz. Hech qandayga yaxshi ish olmayapti. Muhtaram prezidentimiz, biz jurnalist, blogerlarga ishonadigan bo'ldik. Ichki ishlar xodimi Oqoltin tumanida probatsiya bosh yo'q. Qonunni oyoq osti qilib tashdimi? Biz majburlikdan jurnalist, blogerlarimizga chiqyapmiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Chunki qonun barchaga barobar emas. Haqiqat uchun talashganlarga mashaqangi qilib bosim o'tkazdiryapti. Haqiqatni gapirgan odamni qamayapti o'zi yangi O'zbekistonimizda. Hech qanday nima qilib haqiqatni tuman. Shunga yetib boradi degan umiddamiz. Hozir aynan mana shu joyda ham men aytayapman. Meni yozgan arizam qani? Mana Shiringulli ustidan mahalla raisini, ya'ni ommaviy axborot vositasi xodimlarini faoliyatiga to'sqinlik qilgan. Shu bo'yicha 102 ham qilganmiz, ariza ham berganmiz. Qani desam 12 ga bo'lib ko'rishayotganmiz. Bitta ishni nimaga 2 ga bo'ladi bular? Bitta ishni bitta qilib ko'rsin. Agar to'g'ri ko'rsa, agar vijdoni bo'lsa, agar shu qonun ustuvorligini ta'minlayman desa, bitta qilib ko'rsin. Mana shunaqangi zirib bilan ijtimoiy tarmoqlarga chiqishga majbur qilmayaptimi? O'zbekistonning sha'nini, statistikasini mana shunaqangi ovoz bilan chiqib gapirishga kim majbur qilyapti bizni? Kim bizni shu ahvolga solyapti? Kim bunga javob beradi? Do'stlar, eshitib turibsizlar, ko'rib turibsizlar. Jahongir To'laganovni javobgarlikka tortib yuborishdi. Esinglarda bo'lsa bizni ham xuddi shunaqa javobgarlikka tortishganda, bularga tushunmayapti, nima qilyapti o'zi bular, maqsadi nima? Yo o'sha Shoyxontohur sudiga zakaz bo'lganmi? Nimalar bo'lyapti o'zi? U o'zini sudi bo'lyapti, sudida o'zi qatnashmayapti do'stlar. Mana asabi buzilgan, hozir ertaga nima qiladi? Bu bunaqa nohaqlik bo'lishi kerak emas. Biz ham eshitib hayron qolyapmiz. Yana buni ustiga hozir Jahongir To'laganovga boshqa ish ham ochishgan. Birinchi ma'muriy qilishadi, jinoiy qilishadi, shu bilan mamlakat aholi sarson bo'lib qolib ketaveradi. Hozir asablar tarak. Mayli ko'ramiz, bu bo'yicha hali ish davom etadi. Bilmadim, o'sha kayfiyat ham o'ldi. Bizni kuzatishga davom etib turinglar, keyinchalik bu bo'yicha videolar chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.